Nima deb bu обращаться qilay senga? Otabek? Hozir danli moment nima ishlar bor? Hozir ishlar. hozir Rossiyada agarki siz dokument qilishga qiynalib turgan bo'lsangiz, bizning kompaniya Sabr Musofir kanali sizga dokument qilishga yordam beradi. Любой namud dokumentingizga yordam beradi. Registratsiyadan boshlab patent, трудовой договор, sertifikat va boshqa любой dokumentlaringizga yordam beramiz. Akalar, opalar, kimgaki dokument kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bizning menejerimizga Sabr Musofir kanalidan nomerlaringizni oldik. Трудовой договор, yo patent, yo registratsiya, yo boshqa dokumentlar kerak desalaring, arzonroq narxda berishadi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Sizlar bilan men Ilhom va bizning menejerimiz Podbor personal Otabek. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, mana ko'pchiliklar telefon qilyapti, ishga joylayapmiz. Bugun menejerimiz bilan savol-javob qilamiz. Qanday qilib ishga joylayapti, qanday odamlar chiqyapti va hammasini o'zlaringiz o'z ko'zlaringiz bilan ko'rasizlar. To'g'rimi? To'g'ri. Bizning menejerimizning oti Otabek. Bu podbor bilan zanimatsiya qilib odamlarni ishga jo'natadi. Ardam menejerlar kutib olib, menejerlar dal ishini olib boradi. Hozir danli moment nima ishlar bor? Hozirlarda ishlar. Hozir danli moment skladlarda ishlarimiz bor. Pilarama seximizda ishlarimiz bor. Choy seximizda ish bor. O'sha texnodrofda ham ishimiz bor. Yana nima? Videosini qo'yib o'tamiz. Texnodrofda videosini qo'yib o'tamiz. Ko'rasizlar. Nima ishligi uncha qiyin ishi yo'q. Salqin joyda normal ish. Aslında hamma narsa YouTube kanalimizda tushuntirilyapti, lekin meni baribir o'zimizni xalq soddada meni qiynashadi. Lekin hammasi shu YouTube kanalda tushuntirilgan. Qanday qilib qiynashyapti? 3 kunlab telefon qilishib, qiynashib, yarim kechasi ham telefon qilishaveradi. 2mi, 1mi farqi yo'q. Xalqimiz soddada uyg'oniq bo'lsa, bu boshqalar ham uyg'oniq deb o'ylashsa kerakda. Akalar, opalar, aka uka opa singillarimiz mana qaranglar, ertalab soat 9 dan Rossiya vaqtimi yo Tojikiston yo O'zbekiston vaqtimi soat 9 dan kech payt soat 10 gacha bemalol telefon qilsalaringiz bo'ladi. Chunki undan keyin уже ishlaydigan odamni o'zi qolmaydi. Chunki hamma uxlaydi undan keyin. O'sha paytgacha telefon qilinglar. 11, 12, 1, 2, 3 kechasi ham telefon qilaveradi, 4 kechasi ham telefon qilaveradi. Yani telefon qilib, mayli, shu odamga ish kerak bo'lsa ekan deb ko'tarsa, "Alo aka, ish usloviyasini tushuntirib bering." Odam uxlayotgan joydan turib, "Hozir aytib beraman" deb usloviya tushuntirib o'tirmaydi-ku. Qanday odamlar uchrayapti, например, mana telefon qilishadi. Qancha odam ishga kelyapti, qancha odam kelmayapti. Hozir ishga shu 100 ta odamdan kelib turgan bo'lsa, 10 tasi kelyapti ishga. Boshqalari shu bekorchi odamlardi. Quloq miyam deb meni ko'p savollar berib, qiynashib, Xudoga shukr, xalqimiz sodda, mayli endi telefon qilsa ham mayli, nima qilamiz? Shu ishga joylab xalqqa foydamiz tegsa, shunisiga xursandmiz, gilam. To'g'ri. Sizlar uchun ishlayapmiz biz. Mana sizlar uchun ofis ochganmiz. Sizlar uchun mana 24 soat men ofisni ochishdan oldin aytgan edim. 24 soat ham hozir xohlasalaring, kommentariyaga o'tib yozinglar. Sizlar uchun 24 soat ishlaydigan qilib qo'yaman chetda. 24 soat odamlarni faqat ishga joylaymiz. Kommentariyaga o'tib, kommentariyaga yozinglar. Qancha ko'p kommentariya yozsalaring, shuncha kommentariyalarni o'qib, yaxshi zo'r videolarni chiqaramiz. Hozir qanday ishlarimiz bor? Kompaniyada qanday ishlar bor? Podrobnosti tushuntirib o'tadi. Videosini ham qo'yamiz, ko'rasizlar. Bir ikkita skladlarda, bir ikkita производствоning videosini ham qo'yamiz, ko'rasizlar. Hozir danli moment qanday ishlar bor va usloviyalari qanaqa? Hozir ishlarimiz, skladdagi ishlarimiz основной gruzchiklik va komplektovchilik, upakovkaga ishlarimiz bor. Bularning ishi qiyin emas. Endi gruzchiklarning ishi kam qiyin bo'lishi mumkin. Upakovka, komplektovka ishi oson. Основной условия
Hozir Pilaramada ishlarimiz bor. Usloviyalari 3,5 ming kunlik smenasi, har 15 kunda oylik berilyapti. İşiga kelsak, qanday ishligiga kelsak, основной raznarabочий, ustalarga yordam berish ustalarga, masalan taxtalarni ushlab turish, yordam berib bunday pilaramadan o'tkazgani, shunaqa ishlar. Endi bu ishda razviyatsiya qilsa ham bo'ladi. Masalan, borib hamma vaqt raznarabочий bo'lib yurmasdan harakat qilib o'sha ustalarni joyini ham egallasa bo'ladi. Bu endi bag'i odamni o'ziga bog'liqda. Ishlayman deb harakat qilib o'rgansa 3,5 ming rublga qarab yurmasdan yana ko'proq oylik ishlab harakat qilsa bo'ladi. Ustalar joyini egallab, ustalar haydab olsin. Endi haydab olmaydi-yu, boshqa joylarga ham jo'nataveramizda. Agar usta bo'lsa, boshqa joylarga ham kirishi ham oson bo'ladi. Boshqa pilaramalarga ham jo'natib ishlataveramiz. Mana usloviyasini 3,5 ming rubl smenasi, undan tashqari yotoq joy beradi, registratsiya qilib beradi. Bu yerga polniy paket под Moskva dokumenti bilan qabul qiladi. Bir mahal obed pitaniya beradi. Yo, obed beradi, yo obedingizni pulini kompensatsiya qilib beradi. Va uni yotoqxonalarida bir kishi bitta xonada, bir kishi yo ikki kishi turadi. Uncha ko'p odam turmaydi. Yotoqxonasi o'sha ishxonani territoriyasida. Уже подробности informatsiyalarni polniy aytib o'tdik akalar. Yana nima kerak, kommentariyaga o'tib yozib qo'yinglar. Kommentariyaga yozgandan keyin biz hammasini o'qib turib, yana dalshi video qilib chiqaramiz. Rahmat, videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun sog' omon bo'linglar. Alloh Salomat bo'linglar.